shunaqa yig'lashadiki, o'sha xonadonga borgim kelmaydi, juda achinaman. Go'zal qizim, siz shunaqangi chiroylisizki, siz shunaqangi betakrorsizki, siz Alloh yagona nusxada yaratgan shunaqa bir mo'jizasizki, buni o'zingiz bilasizmi? Nega o'zingizni qadringizni bunchalar yer qilasiz ba'zan? Nega o'zingizni o'zgalarga oyoq osti qilasiz ba'zan? Hech ham unaqa qilmang. Sizni hech kim sevmasa-da, siz o'zingizni seving. Siz o'zingizni qadrlang, o'zingizni hurmat qilishni o'zgalarga siz o'rgating. Qaddingizni tik tuting. Chunki Alloh taolo sizni bekam ko'z, yakka-yagona nusxada yaratgan. Ayrim qizlarimga aynan shu gaplarni aytkim keladi, chunki juda ko'p qizlar ham murojaat qilishadi. Hatto ba'zilari shunaqa yig'lashadiki, oilada mehr yo'q, oyimni qo'l urishadilar, qilgan ishimdan ayb topadilar, yaqin do'stim yo'q, o'sha xonadonga borgim kelmaydi deydigan qizlar ham borda. Juda achinaman, yuragimdan o'tqizaman. Ajib jamiyatda yashaymiz, ayollar ayollarni ezadi. Nima uchun bizda qaynona kelin mojarolari juda ham katta? Chunki biz ayollar bir-birimizni ezishga o'rganganmiz. Qachonki biz bir-birimizni qo'llasakkina, ana o'shanda hayot chiroyli bo'ladi. Hech yo'q, bizning tengdoshlardan boshlansin shu jarayon deymanda ba'zan.